Sog'liq yaxshimisizlar? Bitta yaqinda bo'lgan voqea. Tushunsalar tushundinglar, tushunmasalar o'zinglar bilasizlar. Mana Mercedes S-Class mashinam bor. O kuni xotinimni oldimga o'tkazib, orqada 13-14 yoshli qizim bilan yo'lda ketib, xotinim aytib qoldi. To'xtab, yo'lchi to'xtatib, do'konga kirib chiqay, parfyum jenskiy, parfyum olib chiqay deb. Hamma deb yo'l chetiga to'xtadim. Xotinim parfyum olgan magazinga kirib ketdi. Orqada ikkita poyloqchi o'tiribdi. 13-14 yoshli qizlarim. Ham telefon ko'rib, o'tirsam payt oldimga chiqadi bo'ylar uzun, seksualniy oppoq qilib qiz keldi. Kelib, yaxshi yigit, yaxshimisiz? Mashinangiz chiroyli ekan, nima ish qilasiz? Siz bilan tanishsak bo'ladimi deydi. Men uzr so'radim dedim. Adashdingiz adresda. Men begona ayollar bilan tanishmayman. Men uylangan, xotin bola chaqali odamman. Uzr adashdingiz desam, yaxshi yigit dedim. Men bilan tanishsiz, mazza qilasiz deb. Xotiningizdan ko'ra 10 karra zo'rman past yerda. Men bilan bir mazza qilasiz. Bu vaqtda men bilan dam olsangiz, yana dam olsangiz kelib qoladi jonidan deb. Menga qara dedim. Chiqilog'ing bilan eshitib ol dedim. 94-924-07 telefon nomeriga bir telefon qilsang dedim. Shunaqangi so'kaman sana dedim. Umingda eshitmagan so'kishdan eshitasan deb. Yo'qolib o'tdan ko'zimga ko'rinma dedim. Xo'p bo'ladi jonim deb ketdi. Bo'lgan xotinim olib chiqdi, mashinaga o'tirdik, ketdik. Bo'ldi, hech narsa bo'lgan yo'q. Bo'ldi, tugadi. Bo'ldi, tugadi. Tushungan tushunmadi.